Assalomu alaykum. Do'stlarga assalomu alaykum. Bizni kuzatib turganlarga. Biz bundan oldin X5 BMW M57 motorini qilgandik. Xudo xolasa mana bugun o'sha ishlarimizni ko'rib Mercedes S600 olib kelishganmiz. Bu mashinada birinchi silindr bilan 6-silindr tok yo'q bo'lyapti. Endi biz buni topib ulab joy-joyiga qo'yib, shu problemasini to'g'rilab berishimiz kerak. Xudo xolasa buni endi problemalari asosan pochokdan chiqyapti. Kuzatib borasizlar deydi-ku, har galgidek kuzatamiz. Xudo xolasa buni aybini topib, qilib, yurg'izganimizdan keyin bir video qilib, kontent qilib ko'rsatamiz. Inshaalloh ish jarayonlarini olib boramiz. Kuzatib borasizlar, bitta laykchani bosib, qizartirib boraverasizlar. Mashinani bitta olyapsizmi? 6 soatimizni qanaqa qo'llanib. Simlari qo'lni ochib ko'ramiz inshaalloh. Hoji nima qilamiz? Yoramizmi? Bag'ini endi zo'r qilamiz.